to'rt burchakni, masalan, bu tarafini A desak, bu tarafini B desak, yuzasi nimaga teng? A ko'paygan B ga teng. To'g'rimi? Xo'p. Endi mana bu A, B, Y uchburchakka qaraymiz. A, B, Y uchburchak. Asos nima? A. Y uchidan bundoq balandlik tushirsak. O'sha balandligi nimaga teng deb o'ylaysizlar? B ga tengdi. Chunki mana bu ham 90 gradus tushgan, to'g'rimi? Bu ham balandlik, bu ham balandlik. Demak, mana bu B bo'lsa, bu ham nechaga teng bo'ladi shunda? B ga teng. Uchburchak yuzini topmoqchi bo'lsa nimaga teng bo'ladi? AB taqsam 2. Tushundingmi? Teng. Endi bunaqasiga baland tushiramiz. AHD uchburchakka qaraymiz. AHD. Asosimiz nima edi? B edi. Asos B, bu taraf nima edi? A edi. H uchidan bu yoqqa balandlik tushirsak 90 gradus tushadi, to'g'rimi? Mana 90 gradus. 90 parallel ikkalasi. Demak, bu bir-biriga teng. A bo'lsa B nimaga teng shunda? Ana bu AHD uchburchak yuzasi nimaga teng? AB taqsim 2 ga teng. To'g'rimi? Ikkalasi bir-biriga tengmi? Demak, ikkita uchburchak yuzasi bir-biriga teng. Ya'ni S A B Y uchburchak yuzasi teng ekan S A H ga. Mantiq tushunarlimi? Bo'ldi yetadi. Xo'p, A B Y uchburchak yuzalari necha? 10, S2 va 1 deyilgan. 10 plusdan S2 plusdan 1. S A H nikichi? S1, S2 va 7. S1, S2 va 7. Ikki tarafda ham S2 bor. Qisqaradi. 11, 11 detanarsak, to'g'rimi? Bo'l, birinchi qism tayyor. Xo'p, endi ikkinchi qismga o'tamiz. Agar A B 8 deyapti. Agar mana bu 8 bo'lsa, A da 11 bo'lsa, mana bu taraf 11 bo'lsa, S2 ni topish so'ralibdi. Demak, mana bu Y dan boya baland tushirgandik-ku, mana bu, to'g'rimi? Baland tushirganda mana bu uchburchak. Mana bu yergacha. Ya'ni A B Y uchburchak yuzasini topish uchun bu 11 bo'lsa balandlik nechaga teng? 11 edi. 11 ga 8 ko'paytirib bo'lamiz 2 ga. Ya'ni shu yuzaga kelib chiqadi, to'g'rimi? Yuzasi bo'yicha bizga ma'lumot bor edi-ku, yuzalar necha edi? 10. Keyin mana bu yuzasi necha edi? S2. Undan keyin mana bu joy necha? 1 degan, to'g'rimi? 88 2 bo'lsak 44, 44 dan 11 ayirsak 33. S2 ni qiymati 33 ga teng.